Eshitdinglarmi? Xurremshop yana aksiya qilyapti. 17, 18, 19-aprel kunlari Xurremshopda 3 kunlik aksiya. Qizlarjonlar, egnimdagi sportli libosimizda har xil rasvetkalari bo'lib, aksiya narxida 140 mingdan. O'zimda donboqchalarim sizlar bor, hozirgi sezon bor, shtabel ko'ylaklar topib qo'ydim. 4 xil rasvetkalar bor. Aksiya narxi 150 mingdan. Shu joydan boshlab bu joygacha barcha liboslarimiz 130 mingdan. Egnimdagi libosimning go'zalligini qaranglar. 4 xil rasvetkada olib kelib qo'yganmiz. Razmerlari bor, ranglari bir-biridan chiroyli, matolari belmando, narxlari 150 mingdan. Mana shu qatordagi barcha pijamalar 120 mingdan, a bular bo'lsa 85 mingdan. Mana shu joydagi barcha dvoykalarimiz 120 mingdan. Yubka bryukli dvoykamiz, troykamiz, orqamdagi barcha dvoykalarimiz 140 mingdan. Mana shu futbolkalarimiz, rubashkalarimiz 85 mingdan, bu rubashkalarimiz bo'lsa 99 mingdan, shimlarimiz 130 mingdan. Xurremshopda 3 kunlik aksiyada barchangizni kutamiz.